Peygamber aleyhisselamның hayatını örnek kılaylı. Hazırki devrimizdeki balalar, ularning o'qituvchilari va ota-onalari Peygamber aleyhisselamның hayatı haqqidagi bilimlarni asosan bilib bo'ldi. Hatto ularning Peygamber aleyhisselamның hayatı haqqidagi bilimlari ko'p sonliq sahobalarning bilimida eshib ketdi. Sahabalar Peygamber aleyhisselamni ko'rgan bo'lsa-mu, lekin ular Peygamber aleyhisselamning o'z vaqtidagi ijtimoiy so'rlarındagi holatlarini biladi. Biz bo'lsak Peygamber aleyhisselamni tug'ilganidan vafotigacha bo'lgan hayotining hamma qismini bilamiz. Balki Peygamber aleyhisselamning barliq hayotini Abu Bakr radhiyallohu anhu va Osman radhiyallohu anhudan boshlab 30 ga yaqin sahobalarla to'liq bilishi mumkin. Lekin sahobalarning ko'p qismi Peygamber aleyhisselamning hayotini to'liq bilmaydi. Bugungi kunda bizning Peygamber aleyhisselamning hayoti haqidagi bilimlarni o'rganishimiz va egallashimiz nihoyat oson bo'lib ketdi. Biz Peygamber aleyhisselamning hayoti haqida nurg'un bilimga ega bo'ldik. Peygamber aleyhisselamning ulag'ining ustidan tushganini va ayolining ulag'idan tushganini, hatto Peygamber aleyhisselamning ulag'idan tushganda putining oqlanib ketganlik, ba'zi ahvollarda namozda o'ltirib o'qiganigacha bilamiz. Ammo bu bilimlar bizga Muhammad Fatih Istanbulni fath qilib bizga omonat qo'ydi degan hukmdek bir tarixiy bilimga aylanib qilib, bu bilimlardan din va kishilik hayotga munosabatli o'rnaklarni ola olmasak, bu bilimlar qiyomat kuni bizning beshimizga baloya ofat bo'ladi. Qiyomat kuni koshki shu bilimlarni bilmagan bo'lsam, gunohkorlikdan saqlangan bo'ladim deyishimiz mumkin. Allohga cheksiz shukrlar bo'lsin. Bugun Allohning yordami bilan Peygamber aleyhisselamning hayotini xotirladik va uni o'rgandik. Allah xolisa bu xotirlash eydin o'zimiz uchun dars chiqarib, shu dars orqali hayotimizni isloh qilishimiz lozim.